Meni bolalarim qayerdandir eshitib qolishibdi. Katta bo'lishganda ona eng kenja farzand bilan, kenja farzandi o'g'il bo'lsa, o'sha uyda kenja farzandi bilan yashashni eshitib qolishibdi. Shunga katta o'g'lim xafa bo'lyapti. Nimaga? Men sizsiz nafas olishga qiynalaman-ku. Bitta katta hovli olamiz. Hech kim siqilmaydigan. Nima deding? O'ja, katta hovli olamiz, hammamiz birga yashaymiz. Hammamiz birga yashaykanmiz. Men 2 etajli, 3 etajli oq. Oppoq bo'laydi. Ichlari oq, opoylar. 3-etajda kim yashaydi? 3-etajda men yashayman. Ikkinchi 2-etajda sen, 1-etajda siz. Men qarab qolsam 3-etajga chiqa olmayman-ku. Demak, 1-etajda O'jam bizlar tushamiz. sizlar tushasizlarmi? Meni bolalarim hayot bilan xayolni hali ajratish yoshida emas. Orzulari osmon, inshaalloh birga yashaymiz. Ular bilishmaydi, 3 qo'chqor kalasi bitta qozonda qaynanasligini, lekin orzu qilyapti, niyat qilyapti, niyatiga Xudoyim yetkazsin. Ilohim shunaqa qilib duo qilamiz. Bitta uyda aql inov bo'lib yashashlikni duo qilamiz.